Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana xudo xohlasa bugun sotuvimizda Novostroykadan yangi kvartiralar bo'ladi. Ko'rib turganingizday mana shu tomonimizda Amit, bu tomondan esa Juma bozordan kelinadi. 13-mikrorayonda 9-etajda 62 kvadratlik kvartiramiz bor sotuvda. Ana shu domimizda mana ko'ringlar. Kimga shunaqa domlar qizig'i bo'lsa, bu dom bitib bo'lgan mana ko'ryapsizlar, уже 1-2 etaj qolgan yana. Xudo xohlasa kimga ana shu dom qiziq bo'lsa, shu yerdan shuna chiqib olsanglar mana turmalar oldidan chiqasizlar. 13-mikrorayonda 9-etajda ana shu domda mana 62 kvadratlik. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar, xudo xohlasa. Chiroyli narxda qilib beramiz. Xohlasanglar bo'lib to'lashga ham kvartiralar bor. Bu naqd pulga bo'ladi faqat. Nimaki dom уже bitib bo'lgan. Kimga shunaqa kvartira kerak bo'lsa, aloqa chiqinglar, mana xudo xohlasa chiroyli narxda qilib beramiz. Ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Xo'p, 20-mikrorayonda ham bor. Katlavandan desanglar, Katlavandan qilib beramiz. Yana shu bitgandan desanglar, bitganidan. Xudo xohlasa hammasi yog'ini to'g'rilab, chiroyli qilib beramiz. Narxlarni telefon qilinglar, gaplashamiz. Arzon narxda qilib beramiz sizlarga. Domni ko'rinishini ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli dom. 13-mikrorayonda 9-etajda 62 kvadratlik. Kimga mana shu kvartira qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar, mana chiroyli narxda qilib beramiz aziz tomoshabinlar. Domimizni ko'ryapsizlar mana. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xo'jan shahrida yana bitta sotiladigan kvartiramiz chiqib qoldi. Sirroshni 9-etajda 62 kvadrat. Ko'ringlar, dom уже ko'tarib bo'lingan mana. Hop, darash ketyapti ko'tarilishi, mana ko'ringlar, polni 9-etajda 62 kvadratlik kvartiramiz sotiladi. Ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar, mana ko'ryapsizlarmi? Hozir men qayerdaligini aniq ko'rsatib o'taman yana. Mana 13-mikrorayon Amit magazini oldidan kirganda, ana shu domimiz, mana fayzli domimiz, mana terrasa, ana shu katta terrasa. Polni bitib bo'lgan. Ana shu domda mana 62 kvadratligi bor. Kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, aloqa chiqinglar, mana xudo xohlasa gaplashamiz narxlarini. Ekrandagi nomerlarga. Mana bu domimizning ko'rinish qismi mana. Hozir ish ketyapti, bironta odam ustalar ishlayapti hozir. Ko'ringlar, juda ham sifatli dom. Kimga qiziq bo'lsa, mana 2 xonalik 62 kvadratlik mana. Narxlarini aloqa chiqsanglar, xudo xohlasa gaplashib olamiz.